بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثالث، الدرس 29. 29 ders. Arkadaşlar bugün dersteki öğrenmekçi olan muhim noktalar gramatika temyiz. Yani temyiz deganning asli o'zining lug'at ma'nosi ayirish, farqlantirish degan ma'noda. Bu yerda biz uning qanday narsa ekanligini tushunsak bo'ladi asli. Bu ayirish, farqlantirish degani jumladagi ayrilmagan mujmal mazmunlarni farqlantirish, ayirish deganlik xolos. Endi abtur bunga qanday gapirib qarab boqaylik. Tamyiz deganimiz o'zidan ilgirki mujmallikni bayon qilish uchun minning ma'nosini o'ziga olgan nakir ism tamyiz bo'ldi. Har biriga diqqat qilaylik. Bu bir nakir ism. Minning ma'nosini o'ziga olgan, din iborat degan ma'noni ifodalaydigan ma'nosi o'zidan ilgirki mujmallikni bayon qiladi. Demak, o'zidan ilgirki mujmallikni bayon qilish uchun minning ma'nosini o'ziga olgan nakir ism tamyiz deb ataladi. Masalan, biz bek ko'p uchurtimiz, indi metron hariran. Mening qashimda 1 metr ipak bor. Shunda harirni akamisak, indi metron qalamdi. Bu jumla to'liq bo'ldi. Ammo jumlada bir xil metron degan so'zda bir xil mujmallik bor. Mening qashim 1 metr desak, bu 1 metr degan narsa raxt kim mang'do, ipak kim mang'do, og'amchig'im mang'do shundami? Metrlik bo'lgan narsaning hammaga ehtimollik bor. Demak, bu yerda bir xil uqumsizlik, mujmallik shakllandi. An hariranni kelgandan keyin bu metron degan so'zdagi mujmallik hariran orqali tafsili bayon qilindi. Mana bu tamyiz. Indi 20 dollaran. Menda 20 dollar bor. Menda 20 degan so'z yolg'iz kelsa 20 desa 20 degan har xil narsaga ehtimollik. Sanag'illigi bo'lgan narsaning har qandaqqa dollaran kelish orqali bu yerdagi 20 deki mujmallik bayon qilindi. Mana bu tamyiz. Tamyizning hukmi zavar qilsin bo'ladi, sir qilsin bo'ladi. Bu yerda biz minning ma'nosini o'ziga oldik emasmi? Buni qanday gavdalantiramiz desak, shunda tamyizning oldiga mindan birini qo'yib baqsak, ma'no xato chiqmasa, tamyiz ekan deb tushunsak bo'ladi. Masalan, bu yerdan misolda indi metron hariran deganni indi metron min haririn deb baqsak, menda ipakdan 1 metr bor desak, mana biz degandeklar o'xshash chiqdi-ku. Demek bu temiz ekan. Indi 20 dollar. Menda dollardan 20si bor. Degandan keyin bayatni biz qilgan tarjima bilan o'xshash chiqdi, ma'nosi xato chiqmadi. Mana bu temizlikning alomati. Endi temiz ikkiga bo'linadi. Birisi temizul zot, yana birisi temizul nisba degani bir narsaning o'zidagi temiz, ya'ni bir narsaning o'zidagi mujmallikni bayon qilish yoki nisbat. Jumlaning mazmunidagi mujmallikni bayon qilish deb ikkiga bo'linadi. Endi bizga ko'pincha uchraydigani temizul zotda. Anda temizul zot degan nima desa, temizul zot deganimiz son. Ko'lam, kamcha va jingdan iborat 4 miqdordan keyin so'zlanadigan va mushu miqdorlarga o'xshaydigan miqdorni ifodalaydigan boshqa mazmunlardan keyin so'zlanadigan tamizi zot bo'ladi. Tamizi zot deganimiz son, ko'lam, kamcha, o'lchamlardan keyin so'zlanadigan va mushunga o'xshash o'lchamni ifodalaydigan narsalardan keyin so'zlanadigan tamiz zot bo'ladi. Masalan, sondan keyin so'zlangan misoli bayatman olgandek indi 20 dollar. Menda 20 dollar bo'lsak, sondan keyin so'zlandi dollar. Oyatda davatadi-ku. Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban. Dada, men 11 yulduzni ko'rdim deydi. O'shada 11 dan keyin kawkab keldi. Bu mutamiz. Ko'lamlardan keyin keldi degani indi ziraun ardan. Menda bir gaz yaba. O'shada ziraun degan bir ko'lam. Shundan keyin ardan deb tamiz qilib shuni farqlantirib keldi. Chunki aradan kam esa o gaz, nima ishlatiladigan gaz buni tushunilmaydi. Ya'ni ikkita aradan degan tamiz kelish orqali ziraundagi mujmallik yo'qoldi.
o'lchamlardan keyin kamchilardan keyin degani a'taytuhu sa'an tamran. Men onunga bir sa xormi berdim. Shadaki tamran tamiz bo'ladi. Agar tamyan kamisa tamran sa'anning bir sa nima bug'doymi, apimi, xormi buni bilgil olmaydi. Chunki hammaga ehtimollik bor. Yadagi tamran kelish orqali bir saninki xormi ekanligi bizning kallamizda oydinlashdi. Mana bu o'lchamlardan keyin kamchilardan keyin kelgani mavzunat hamda o'lchamlardan keyin jing taroza tonna degandek o'lchamlardan keyin kelgan tamizning misoli indaka ratlun samanan qishingizda bir ratli xuddi bulardagi 1 kilo degandek bir o'lcham 1 kilo mayvami yoki 1 ratli mayvami desa samanan degani oldidagi 1 kilo degan narsani ifodalaydi. Masalan, odatda bizning turmush sudratimizni misol olsaqmi, men 1 kilo go'sht oldim desak, o'shada ishtaraytu kaylan lahman degan tamiz. Adiki kaylan degani mubaham bo'lgan, ya'ni o'lchamni ifodalaydigan so'z. Musha lahmanni akamasak 1 kilo sotib oldim desak, shuni ifodalamaydi-da bu. Endi mushuni mushadagi mujmallikni oydinlashtirish uchun keyindagi lahman keladi. Bunun lahman tamiz bo'ladi. Ana undan keyin boshqa, ma 4 dan boshqa miqdorini ifodalaydigan har qanday bir so'z yo'q emasmi? Masalan, bunun misollari mafs samai qadrur rahatin sahaban. Osmonda olqanchilik bulut yo'qsa, olqan deganga bir o'lcham emas. Miqdor emas, ammo buna qarasak olqanchilikda bir narsaning cho'ng kichikligini ifodalagan bo'lg'achqa bu miqdorini ifodaladi, miqdoriga yaqinlashdi deb turib, buni shu o'lcham bo'yicha mushundan keyin kelgan sahaban buning tamizi deb qaraladi. Ya'ni osmonda olqanchilik bulut, olqanchilik desa, keyindan hech nima akamisa olqanchilik degan ma'noni to'liq ifodalamaydi. Masalan, xuddi sana olqanchilik 20 nima bermayman desa, olqanchilik desak, mana mujmal ifodalansa, 20 ni deganda keyin o'sha yer, aradan degan tamyiz bundagi mujmallikni ko'tarib keldi. Mana shunga o'xshash. Yig'incha qilsak, tamyizi zot deganimiz son, ko'lam, kamcha, o'lcham va o'lchamga yaqinlashadigan ma'nolarni ifodalaydigan so'zlardan keyin kelib, shulardagi mujmallikni, uqumsiz mazmunni ko'tarib oydinlashtiradigan, farqlantiradigan tamyiz zot bo'ladi. Endi tamyiz zotningki jumladagi qoidasi, hukmi buni bevosita zavara qo'saqmi bo'ladi. Masalan, yuqorida hammasini zavara qo'ydik-ku, shundaqmi? Indi metrun hariran, indi khatamu fiddatan degandek. Buni min akilib, oldiga min orqali zar o'qisak bo'ldi. Hammasida oldiga minni qo'yib zar o'qisak bo'laveradi. Masalan, indi metrun hariran deganning oldiga mindan birini akib, min haririn deb zar o'qisak bo'ladi. Yoki tamyiz bilan tamyizning oldidagi narsani bir-biriga muzab qilib zar o'qisak bo'laveradi. Masalan, indi metrun hariran degi hariranga metronni muzab qilib, metro haririn deb zar o'qisak bo'laveradi. Endi ba'zi bir ahvollar bor. Tamyizning oldidagi mujmallik baz son, nima so'z, tamyizdan boshqa bir so'zga muzab bo'lib qolgan ahvollar bor. Demak, bu yerda oz so'zni tamyizga muzab qilib bo'lmaydigan holat shakllanib qolsa, bu vaqtda keskin nima qiladi? Zavar qiladi. Masalan, oyatda bor-ku: "Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba" deb. Ularning biridan zimin toshquchilik oltinni qabul qilmaydi. Ya da mil'u degani biz hozir farqlantirmoqchi bo'lgan so'z, ya'ni mujmallik bo'lgan so'z. Endi buni zahabanga muzab qildi desak, artqa muzab bo'ldi. Artqa muzab bo'lg'achqa zahabanga muzab qilish ehtimoli yo'q. Shunlashqa bu yerda zahabanlar keskin zavar qiladi. Bayatın biz olgan misaldami, mafs samai qadrur rahatin sahaban desa, osmonda olqanchilik bulut yo'q desa, qadru degan so'z rahatinga qana qilinib bo'lg'achqa, muzab qilinib bo'lg'achqa, sahabanga muzab bo'lish imkoniyati bo'lmag'achqa, buni muzab qila olmaydi, keskin zavar qiladi bu vaqtda. Mana yuqoridagilar tamyiz zotninki munosabatlik mazmunlar. Endi tamyizun nisbaga kelsak, bu nima degan gap desa, bir jumla bor. Jumlaning mazmuni, bundagi bir so'zga emas, so'zga qarashlik emas, jumlaning umumiy mazmunida mujmallik bor. Yuqoridagi biz bayatni so'zlagan tamyizlar ma'lum bir so'zdagi mujmallikni bayon qilish uchun. Endi hozir tamyizning nisba deganimiz bir jumlaning ichidagi jumlaning umum mazmunida yuz beradigan mujmallikni bayon qilish uchun qilingan tamyizning nisba bo'ladi. Masalan, hasuna hada talib xuluqan desa, bu o'quvchi yaxshilanib ketdi, yaxshi bo'lib ketdi degan gap.
Hasuna Hazrat Talib deganning ma'nosi. Endi keyindagi xuluqan demay turib, Hasuna Hazrat Talib, ya'ni bu o'quvchi yaxshi bo'lib ketdi desak, bu o'quvchining yaxshi bo'lgan tarafi xilma-xil taraflarga ehtimolliq. Masalan, bu o'quvchi axloqiy tarafda yaxshi bo'lib ketdi, dars bilish jihati yaxshi bo'lib ketdi, tan sog'lomlik jihati yaxshi bo'lib ketdi degandek, iqtisodiy jihati yaxshi bo'lib ketdi degandek. Demak, jumlada bir xil mujmallik bor-ku, mushuni ko'tarish uchun keyinga xuluqan, ya'ni adab, axloq jihati. Axloq jihati yaxshi bo'lib ketdi desak, xuluqan degan tamyiz bu jumlaning nisbatidagi mujmallikni ko'taradi. Mana bu tamyizun nisba bo'ladi. Endi bu tamyizun nisbalar ma'ni jihatda jumlada fa'illik yoki maf'ulning o'rnida bo'ladi. Masalan, hozir olgan Hasuna Hazrat Talib xuluqan degan jumlani o'ylab baqsaq, bu o'quvchi axloq jihati yaxshi bo'lib ketdi desak, hisobda o'quvchining yaxshi bo'lgan tarafi qaysi? Axloqiy. Ya'ni buni qanday tushunamiz desa, Hasuna xulqu at-talib. Ya'ni bu o'quvchining axloqi yaxshi bo'ldi deb tushunsak bo'laveradi. Ma'ni jihatda ma'nodagi xuluq, tamyizning ma'nosi fa'ilga o'xshash ma'ni ifodalaydi. Yine bazı vaqtda shu tamyizning ma'nosi maf'ulga o'xshash ma'ni ifodalaydigan yer bor. Masalan, fajjarnal arda uyuna desa, biz zaminni yo'diq deydi. Bu nima jihat qanday yo'diq qilamadi? Uyuna degandan keyin buloq yeribdi degan gap chiqdi-ku, shundaqo. Ma'nodagi tamyiz oldi, jumlaning nisbatidan mujmallikni ko'targan. Ammo uyun degan buloq ma'ni jihatda maf'ul. Nima degan bo'ldi desa, fajjarna uyunal ard. Biz zaminning buloqlarini yerib suv chiqardik degan ma'noda. Endi madxil tamyizni zarf qo'llamaydi. Yuqorgi tamyizni min ajli zarf qo'llanadi-ku, mahildagi tamyizni. Hozirgi tamyizni nisbat degan tamyiz keskin zarf qo'llanadi. Bu bugungi darsimizdagi tamyizga munosib qoidalar. Endi bugungi darsimizdagi ikkinchi qoida fe'li ta'ajjub. Ya'ni hayron qilish fe'lisi. Biz uyg'ur tilida pah nima degan chiroyli, pah nima degan cho'ng, bek chiroyli ekan, bek cho'ng ekan deganda bir xil gap so'zlar bilan boshqalar ta'ajjublanamiz emasmi? Arab tilida mushu ta'ajjubni ikki xil shakl orqali ifodalasa bo'ladi. Birisi ma af'alahu, ya'ni birisi af'il bih. Ana bu yerdagi ma o'z pete keladi. Af'alahudagi af'ala deganning o'rniga biz ta'riflamoqchi bo'lgan, hayron qolmoqchi bo'lgan sifatni shu shaklda kelamiz. Hu degani shu sifatning egasi keladi. Masalan, bir mashinani bak chiroyli demoqchi bo'lsak, chiroyli degan sifat qaysi? Jamil-g'o. Jamilni af'ala o'lchimida kelsak, ajmala bo'ladi. Ana huning o'rniga mashinani kelib turib nima deymiz? Ma ajmalas sayyara. Bu mashina nima degan chiroyli degan gap. Af'il bih degani shu o'xshash. Ya'ni ajmil bis sayyara. Af'il deganning o'rniga sifatning shu af'il shaklini kelamiz. Bihidagi hidimirning o'rniga to'ldiruvchini kelamiz. Deymiz af'il bih. Nima? Ajmil bis sayyara. Nimada chiroyli mashina bu deganda har ish kelsa, nima degan chiroyli, nima degan. Masalan, ma akbara hadal walad desa, bu bola nimada cho'ng. Shundami? Akbar bi hadal walad. Bu bola hajab cho'ng ekan. Ma arfa'a hadal jabal. Bu tog' nimada egiz. Arfi' bi hadal jabal. Bu tog' nima degan egiz degandek ma'nolarda ifodalaydi. Mazmunlar tushunib bo'lgan bo'lsa, tekstni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib qo'ying. الدرس التاسع والعشرون 29 درس. اشتريت الأشياء المطلوبة لصنع اللوحات النحوية يا أحمد؟ نعم. اشتريت 2 ورقا و15 قلما بأحجام وألوان مختلفة. تعال يا علي واكتب هذه الآيات على السبورة. ليكتبها أحمد فإنه أحسن مني خطا. يكتبها أحمد. اقرأ هذه الآيات يا زهير. ليقرأها حامد فإنه أحسننا تلاوة وأجملنا صوتا. بعد الاستعاذة والبسملة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما شاء الله أحسن بك قارئا. ملأ الله قلبك سرورا كما ملأت قلوبنا بهجة وسرورا. اقرأ الحديث يا علي. النافع عن عبد الله قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير. أحمد grammatiklik doskalarni yasash uchun lozimli narsalarni sotib oldingmi? Amediki lavhatun nahviya grammatiklik taxtalar degan sinflarga esib qo'yilgan kichik taxtalar emasmi? Ya'ni doska shaklda kichik taxta, shuni demoqchi.
نعم اشتريت مترين ورقا و15 قلما بأحجام وألوان مختلفة. Şundaq 2 metr qog'oz va xilma-xil hajm va rangdagi 15 qalam sotib oldim. Endi bu jumlada metrayn varaqandagi varaqan tamyiz bo'ladi. 15 qalamandagi qalaman 15 ning tamyizi farqlantiruvchisi bo'ladi. Ta'ala ya Ali vaktub hadhihi al-ayat ala as-sabura. Ali baxkilim bu oyatlarni doskaga yozing. Liyaktubha Ahmad fa innahu ahsanu minni khattan. Uni Ahmad yazsin. Chunki u mendan yozma jihatda chiroyli. Hamda xatdan fochurka yozma xat jihatda mendan chiroyli. Ya'ni xatdan bu o'xshashlar tamyiz. U mendan chiroyli. Qaysi jihati chiroyli? Chiroydimi? Kim kejakdimi? Yo'q, xatdan. Fochurka jihatda. Yaktubuha Ahmad. Uni Ahmad yozadi. Iqra hadhihi al-ayat ya Zuhair. Zuhair bu oyatlarni o'qing. ليقرأها حامد فإنه أحسننا تلاوة وأجملنا صوتا. O oyatlarni Hamid o'qisin. Chunki u ichimizdagi tilovat jihatda eng chiroyli, ovoz jihatda tilovat jihatda eng yaxshi, ovoz jihatda eng chiroyliligimiz. Ya'ni bizning chiroyligimiz, bizning yaxshimiz edi-ku. Bu bir mujmal gap. Qaysi jihatda yaxshi, qaysi jihatda chiroyli? Hamda tilovatan, tilovat jihatda, savtan, ovoz jihatda degandan keyin yuqoridagi mujmalliklar ko'tarilib, jumlaning mazmuni to'liq bayon qilindi. Ba'da al-isti'aza val basmala. أعوذ بالله وبسم الله نخبران دينكين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المش آياتك ومن أحسن قولا ديك قولا من أحسن ديك جملة نسبة تنشقان مجمل لكني بيان قطرة كم شرائع دينكين نما جهتا وصا قولا سوز جهتا كيف جهتا ديك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Qanday odam zarrachilik ish qilsa, qanday ish qilsa, yaxshilik tarafdagi ishlarni qilsa, yaxshilik jihatdagi ishlarni qilsa, xayran, sharran, man ya'mal mithqala zarratin misqala zarratin chiqqan mujmallikni bayon qiladigan tamiz hisoblanadi. Mashaalloh. Ahsin bika qari'an. Mashaalloh. Siz bak chiroyli o'qiydi ekansiz-ku. Balki ahsin bika qari'anniki ahsin bik af'il bih o'lchimida fe'l tarjim. Undan qari'an yana tamiz. O'sha ahsin bik degan jumlaning nisbatidagi mujmallikni farqlantiradigan tamiz bo'ladi. Mana Allohu qalbaka sururan. Alloh sizning qalbingizni toshqizib yotsin. Nimaga? Sururan, xushalliq tarafdan toshqizib yotsin. Sururan mana Allohu qalbakadagi jumlaning nisbatidan chiqqan mujmallikni ifodalaydigan maf'ulun nima? Tamiz. Kama mala'ta qulubana bahjatan va surura. Xuddi siz bizning qalblarimizni xursandlik va xushallik jihatda to'ldirganingizdek. Ya'ni bahja va surura o'xshashlar tamiz bo'ladi. Iqro'il hadisa ya Ali. Ali hadisni o'qing. An-Nafi'in an Abdullah qol أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير. Peygamber aleyhissalatu vesselam fitr zakatiga buyurdi. Fitr zakatiga bir sa xurmadan yoki bir sa arpadan buyurdi. O'shada asli jumlaning asli nimasi Peygamber fitr zakatiga bir saga buyurdi degan ma'noda. Endi bir sa degandan keyin bir sa nima bilmilgan olmaydi, hamma taraf ehtimollik. Keyindagi min tamrin deb minla birga kelgan tamrin buning nimasi tamyiz bo'ladi. Min sha'iriniki min sha'irim o'xshashlar tamyiz bo'ladi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.